Kiyimimni dazmol qor. Voy, opajon, erimni ko'ynagini o'zim dazmol qilaman. Ha. Tushunmadim. Siz bizni spalnida nima qilyapsiz? Ha, kechga nima ovqat qilay deb so'ragani kirgandim. Kimdan? Rustamjondan. Rustam akam uydalarmi? Ha, obedga kelgandi. Rustam aka, siz obed mahal kelmasdi shekilli. Kim keldi? O'zimni uyim-ku, maylimi? Opajon, bugun kechga hech qanaqa ovqat qilmang. Biz erim bilan restoranga boramiz. Men hech qayerga bormayman. Hech qayerga bormayman. Hech qanaqa ovqat qilmang. O'zim qilaman. Chiqib keting spalnidan.